insonlar ko'pincha qanaqadir ishini hal qilgani yoki qanaqadir suhbatga borganda aynan mana shu bitta detalni tashlab ketishlari oqibatida rad javobini juda ko'p olishadi. Misol uchun siz suhbatga bordingiz yoki qanaqadir biznes uchrashuviga bordingiz, lekin siz shunchaki gapiryapsiz. Bu holatda siz unga bosim o'tkazasiz, unga ortiqcha gap sifatida qaraladi va u gaplaringiz orqasidan hech qanaqa manfaat ko'rmaydi va tushunmaydi. Tushunmagan oqibatida nima bo'ladi? Siz rad javobini olib kelasiz. Men aytgan detal qanaqa? Men aytgan detal oddiy, ya'ni nimaga degan savol. Siz gapirayotgan gaplaringiz hammasini u insonga nimagaligini tushuntirib berishingiz kerak. Ya'ni siz u bilan ish boshlasangiz yoki siz u bilan hamkorlikda ish qilishni boshlasangiz, mana shu narsani qilsangiz nima bo'ladi? Mana shu narsani qilsa qanaqa o'sish bo'ladi? Qanaqa biznesi o'sadi? Siz berayotgan taklif qanchalik darajada unga foyda olib keladi? Qancha qiymat beradi? Oyiga qancha daromad qilib beradi? Va siz berayotgan takliflar unga qanchalik darajada brendini kuchaytirib berishligini yoki siz unga qanaqa foyda olib kelib berishligingizni, ya'ni nimaga degan savollarni hammasiga siz uni miyasida kelayotgan javoblarni bersangiz, sizni rad javob olishingiz 80-90% ga atkaz bo'ladi. Ya'ni siz u bilan hamkorlikda ishni boshlashingiz 90-95% ga oshadi. Hamkor sifatida ishlashingiz ham bo'ladi. Ya'ni men nima demoqchiman? Siz har bitta berayotgan taklifingizni nimagaligini tushuntirib bering. U odamni ichidagi muammolarini yechishingiz kerak. Bu sizni 90-95% holatda sotadi. Men aytayotgan narsa aynan mana shu detal. Nimaga degan detal. Siz gaplashayotgan odamni miyasidagi nimaga savoliga javob bersangiz, har doim yutib kelasiz. Mana shu detal esingizdan chiqib qolmasligi uchun bu videoni saqlab qo'ying. Xavotir bo'lmang, saqlab qo'yganlar menga ko'rinmaydi. Bemalol keyin ko'rib foydalanishingiz mumkin.